Noyabr oyida tug'ilganlarning asosan bolalik yillari qiyinchilik bilan o'tgan bo'lib, bolalik va o'rta yoshdanoq yaqinlar o'limini ko'rgan kishilardir. Ular hirsli, sirli va atrofdagilar e'tiborni tortadigan toifadan bo'ladilar. Sevgida vafodor, lekin xiyonatni kechirmaydigan va xatolarga qarshi sovuqqon, shafqatsiz fe'llari bilan ajralib turadi. Ular sirli va sir saqlaydigan insonlar bo'lib, ichki dunyosi boy, hamma narsani oshkor qilmaydi. Ularni qiziqtirgan har qanday mavzuni surishtirib, tagiga yetmasdan qolmaydilar, lekin bu sirli ravishda olib boradilar. Ular ko'pincha odamlarning yashirin his-tuyg'ularini tez sezadi, yuziga chiqarmagan narsani ham anglab olishadi. Oldilariga qo'ygan maqsadidan qaytmaydilar, bir ishni boshlasalar, oxirigacha yetkazadilar. Bu oyda tug'ilgan insonlar qasoskor insonlar bo'lib, sinovlari esa xiyonat va pul olish hamda pul berishdan-da ko'proq qiyinchiliklarni boshdan kechiradilar. Sizning ham noyabr oyida tug'ilgan yaqinlaringiz bo'lsa, tabriklar TV loyihasi orqali biz ularni tabriklab beramiz. Fursatni boy bermang. Biz bilan bog'laning. Murojaat uchun 50lik 444 33 11 raqamiga qo'ng'iroq qiling.